aka, o'tgan safar 66 ming dollarga to'rxonali fransiya planirovka qo'yganimda svet qilmadingiz. Hozir xuddi shu domni, xuddi shunaqa planirovkada to'rxonali yevro remont lekin uyimizni sotuvga chiqdi. Lekin o'tgan safargidan ham arzonroq, siz kutganingizdan ham arzonroq bo'ladigan bo'lsa, meni kanalimga обязательно подписка tashlab, поддержка qilib turinglar. Uyimizning narxini oxirida aytib o'taman. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi eshiklar qo'yib qo'yishdi. Uyga kirib kelganingizda shunaqa chiroyli tayyor kutib oladi. Udvoyniy zal. Uy remontlar yaxshi. Xonadon o'zim yashayman deb remont qilib qo'ygan ekanlar. Kelingizga prixojdagi mana mebel qolar ekan. Spanniyimizni qolsin desa qoldiraman dedi. Tualet vanna razdельный. Oshxonamizda stroyniy mebellari hammasi qoladi. Faqat texnikani olib chiqib ketaman dedilar. Balkonni перегородка qilib, yoni yana bitta xona qilib qo'yibdilar. Uyimizning narxi $60,500. O'tgan safar uspet qilmaganlar, uspet qilib qolinglar.